Rahmatjonni hamma oldida urasanmi? Bu qilgan ishing uchun men maktabdan haydashim kerak ekan. Hali ham otangning hurmati bor. Maktabga shuncha yordam qilgan. Lekin men uni shunday qoldirmayman. Shu qilganingga seni tanlovdan chetlashtirman. Bor ko'zimga ko'rinma. Uy. Ey Shohruh. Ancha bo'ldi-ya ko'rishmaganimizga. Da, ancha bo'ldi. Bashirni yorgandan beri ko'rmadim seni. Sen hali ham o'sha karkar bolasan. Paprovka qilib ko'rmaysanmi? Ehtiyot bo'l, lekin yaxshi urishadi. Jamanchalik Mansur. Yet, Shohruh, sirtga chiqib qoldik. Nima qilamiz endi? Urishmaslik uchun boshqa bahona topolmadik. Rahmatjon, Bonuga sen yordam berding? Agar kuchli bo'lsang, o'zing kuchingga ishon. G'arom bilan baribir hech narsaga erisholmaysan. Senga nimadir yoqmaydimi? Bitta sinfda o'qisang, nimaga har doim menga qarshi chiqaverasan? Sababi oddiy. Hamma narsaga o'zing kuching bilan erish. Ko'rasan, shu qilganing uchun yil o'quvchisi o'zim bo'laman. Tushundingmi? Bonuga qancha yordam berganing bilan baribir menga kuching yetmaydi. Kechagi yordam uchun rahmat. Men qarz bo'lishni xohlamayman. Lekin hammasi haqqoniy bo'lishini xohlayman. Haqiqat bor joyda har doim aytganman. Ja, u yuzdan ketmang, hali bellashuvga ancha bor. Yordam berasiz? Nima bo'lganda ham munosib odam yutish kerak. Hali sanlarmi? Meni qizim yutadigan. Bir-biringga yordam berganlaringga hali shunaqa pushaymon qilaman sizlarni. Rahmatjon, eshitdingmi Shohruhni? Yo, nima bo'libdi Shohruhga? Narigi maktab bolalari urib tashlabdi. Ularga ham kuchni ko'rsatmoqchi bo'libdi-da. Aslida men Shohruhni yil o'quvchisidan chiqib ketishini xohlamagandim. Lekin u g'irrom qildi. Direktor esa chetlatishga majbur bo'ldi. To'xta, nima deganing o'zi? Ertaga yana ishkal bor. Unga faqat sen yordam bera olasan. Shohruh mendan ancha kuchli. O'zingiz aytasizlar, bir sinf zo'r deb. Endi A sinf yordam kerak bo'lib qoldimi? Menga qara. Shohruhga aytib qo'y. O'zini problemasini o'zi hal qilsin. Lekin Shohruh yordam so'rab kelmagan edi. Butun bir sinf yordam so'rayapti.